Hürmetlik vatandaşım, bugünkü leksiyemizle başlayımız leksiye de size kadir olsun. Çünkü iktisadı biz tez arada tarihinin guahçıları ayınıp kalımız mavzuluk makale. Liu Jiwen yazgan bu makaleni tanıştırımız bu makale mundak başlandı. Rastını aytkanda iqtisad sahasida yetib kelgan chekinishga qanday taqobil turish haqiqatan intayin jiddiy bir masala bo'lib qoldi. Zo'r kasodchilik Jungoda yetib kelishdan burun Jungo fuqarolari qayta xato yetaklanib, aldanib, oxirida bankaga pul amonat qo'yish orqali manfaat guruhlarining pulini naqdlashtirishga yordam qilishga majbur bo'ldi. Men boshdan oxir mushu ishdan ansirab keldim deydi Liu Jiwen. Undaqda qilmaganda Jungo fuqarolarining vatanparvar bo'lolmaydiganligini men izchil so'zlamay keldim. Lekin vatanni haqiqiy suydigan yerda özümüz ahmakның işini qılmasligimiz lazım. Xalq pulu baylığını yoki pulga yaraydigan narsani hergiz setib almasligimiz lazım. Xalq puluga yaraydigan ya xalq puluga qimmatga to'xtaydigan narsani hergiz setib almasligimiz lazım. Dollar bilan kapitalni naqdlashtirishga hergiz yordam qilmasligimiz lazım. Fuqarolarga qilayotgan xitob. Aldamçılar qandaq oyun oynasa oynaversin. İkinci, dollarning Jungoda foydasini naqdlashtirish shakllari pat arada ayaqlashidi. Dollarning Jungoda foydasini naqdlashtirish shakllari pat arada ayaqlashidi. Dollar bilan naqdlashtirish uchun po etib mazgaplaştırılan kapital pat arada Jungoda gumram boludu. Suyimlik dostum, en ahırkı kuch ulap yugurishga qatnashib qalma. Kim bilishidin qatnazar andaq aldaydi. Suyimlik dostum, hergiz sodalashma. 6. ay ve 8. aylarda ufturish qilindi o'tgan yili. Ko'pchilik burunli tayyorlanib qo'yishi kerak edi. Agar sen fursatni qo'ldan berib qo'ydigan bo'lsang, sen qayta fursat tanlab qat'iy tartibga solishing kerak. Pul topganlarga da'vatidi. Tanqid qilma. Topi-tani qilma. Kutib o'ltirma. Üzünü azat qil. Pul tapqanlarga da'vatidi, yaxshi odamlarga, jamiyat fuqarolar qartib so'zlayotidi. 3 masala esingda bo'lsin. O'zing bunga javob tepib ol. Qishning zimiston kunlaridan birlikda o'tib olaylik. Davomi. 3. Men rahbarlarimizdan kök yem-xashak to'g'risida so'zlashiga azaldan qarishtirib keldi. Har qaysi yerlarda har xil yo'ldagi bir avliyolarning kök yem-xashakni mufassir qilishiga texama qarishtirib keldim. Bu deganlik qishda salomat chiqimiz yem-xashakni jaylab oldik degandek, pulimiz ondaq, bozorimiz mundaq, paychak bozori mundaq deb vatildaydigan vatildaqlar qartilayotgan so'z. Avliyolarımızın kök yem-xashakni mufassir qilishiga texama qarishtirib keldim. Bo'libmi o'zlarini solchilar yoki solchilarning qanot quyrug'i deb atib olganlarning kök yem-xashak ta'limotini bor kuch bilan tafsir qilishiga bor kuchim bilan qarishtirib keldim. Kapitalga ega bo'lish yoki kapital yaratgan foydaga boj elishga jur'at qilmay. Pul muamele sahasida yangilik yaratması bulmaydı deb
sözlep yürgelle şüphesiz ki derceden taşkırı yer icarıge bergüçü kişiler ekenligini yana davamlıq silerge çöndürüp koyuşum gerekmi? Dollar bilen paydını naklaştırışga yardım kılış, menfaat guruhlarının çekinip kaçışıga yardım kılış, yana bir talay kökyem haşak talimatını yasap çıkış, moşundak oyun oynap ketiverse, kızıkarlık bulamdığanda bu kişilerge. Tolun ay okyandan ötte. Zadi kimden çıraylık, kimge bağlanışlık. Dikkat vatandaşım. Tolun ay okyandan ötte. Zadi kimden çıraylık, kimge bağlanışlık. Dördüncü, mazgap fakat dollar üçün payda qoğuluşuş acaba ondaqda pıralağa payda istegemdi. Beşinci, reallik tarix seliştirimi kılıngan iken biz bu doğru toxtalmaymiz. Bunu men davatamın. Beşinci kısmı tarix seliştirilgan iken biz bu doğru toxtalmaymiz. Altıncı, eğer sen banka koygan amanatın arkalık kapitalının bağısını yoki kıymetini qoğdap kalmakçı bolsan, қолыңдaki pulның qimmatini qoğdap qalmoqchi bolsan, hech kim bu işiңден gumallanmaydı. Ve şunun için seni hiç kim ayıplamaydı. Lekin sen hükümetki baş tölaydigan kişilerin pulu arkalık, hatta ularning hayotligining kapaleti, ijtimoiy kapalet sommasi arkalık, kapitalning qimmatini yoki bahosini qo'g'dirmoqchi bo'layotsan. Onun üstüge sen paydını dollarga naqlaştırıp, kapitalını naq pulga naqlaştırıp, qechivatqanlar üçün aşkara muhafizat qılıvatsan. Ularni qo'g'davatsan. Sen hiç bo'lmaganda axloq yoki qonun oldida bir nima deyishing kerak edi-ku.